Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Biz bugungi darsimizda sizlar bilan sanitariya suv o'lchash qurilmasini qurish jarayonlari to'g'risida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Suv o'lchash qurilmasini qurishimiz uchun suv oqimining barqarorligi, suvning loyqaligi hamda tanlangan arig'imizning nishobligiga qarab suv o'lchash qurilmalarini qurish tavsiya etiladi. Suv o'lchash qurilmasi o'rnatishimiz uchun albatta kanalimiz nishobligi yaxshi, suvimizning oqimi barqaror hamda loyqalik darajasi 1 kilogrammdan kam bo'lgani uchun biz sanitariya suv o'lchash qurilmasini qurishni tavsiya qildik. Qurish jarayonlarini boshlashimiz mumkin. Niveller yordamida rekani birinchi navbatda suv o'lchash qurilmasini tanlab olgan joyimizning bosh qismiga qo'yib, reka ko'rsatishini aniqlab oldik. Sanitariya suv o'lchash qurilmasini qurishimiz uchun tanlangan arig'imizda kirish qismining chuqurligining o'lchami 234 sm ni tashkil qildi. Endi esa arig'imizni chiqish qismining chuqurligini o'lchab olamiz. Niveller yordamida chuqurligini o'lchadik, 264 sm ni tashkil qildi. Arig'imizning nishobligi 30 sm ni tashkil qilyapti. Bu yerga sanitariya suv o'lchash qurilmasini qursak, maqsadga muvofiq bo'ladi hamda bu suv o'lchash qurilmasi orqali iste'molchilarga berilayotgan suvlarimizni aniq hisob-kitob qilishimiz mumkin. Sanitariya suv o'lchash qurilmasini joyini tanlab olishimiz uchun birinchi navbatda biz nishobligini aniqlab oldik niveller yordamida. Nishobligi 30 sm ni tashkil bo'lgani uchun suv o'lchash qurilmasini joyini tanlab olishimiz uchun biz birinchi navbatda arig'imizni kengligini o'lchab olamiz. Kanalimizning kengligi 1 metrni tashkil qildi. Berilgan tavsiyalarga asosan 1 metrimiz, ya'ni kanalimizning enining o'lchamini 7 ga ko'paytirgan holatda suv o'lchash qurilmasini qurish joyini tanlab olish tavsiya etiladi. Biz 7 ga ko'paytirdik va biz bu yerda 7 metrni tanlab olamiz. Mashiga qo'ying. Sanitariya suv o'lchash qurilmasini qurishimiz uchun demak joyini tanlab oldik, ya'ni uzunligini. Endi bo'lsa sanitariya suv o'lchash bu qurilmasini o'rnatishimiz uchun biz endi uzunlikni 0.5 yoki 0.7 ga ko'paytirgan holatda sanitariya suv o'lchash qurilmasini o'rnatish joyini tanlab olishimiz tavsiya etiladi. 0.5 ni 7 ga ko'paytirsak 3,5 metrni tashkil qilyapti. O'lchangan arig'imizdan 3,5 metr masofani o'lchaymizda hamda sanitariya suv o'lchash qurilmasini joyini belgilab olamiz. 3,5 rasabacha suv o'lchash qurilmasini joyini tanlab oldik. Tanlab olgan joyimizda birinchi navbatda yon qirralarini tekislab olishimiz kerak. Begona o'tlardan toza bo'lish kerak. Tubining loyqaliklardan tozalagan holatda suv o'lchash qurilmasini qolipini o'rnatish jarayonlarini boshlashimiz mumkin bo'ladi. Tanlangan arig'imizning yana o'rtasini tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Bu ya'ni o'qini tanlab ip tortishlarni bajarishimiz kerak. Birinchi navbatda tanlangan arig'imizning tubini o'lchamini o'lchab olganmiz. O'q chizig'ini o'rtasiga qotirishimiz kerak bo'ladi. 1 metr bo'lgani uchun 50 sm ga qatirdik. O'q chizig'imizni topib oldik va shu o'q chizig'imizga suv o'lchash qurilmasini o'rnatib, bitolash jarayoniga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Balta. To'g'ri chiziqli qismini tanlab oldik. Tubiga tosh terish ishlarini bajarishimiz mumkin. Teroring toshlar, teking. Tubiga tosh terish ishlarini bajarib, yon qirg'oqlarni tekislab oldik. Endi suv o'lchash qurilmasini tanlab olgan joyimizga o'rnatishimiz mumkin. 3,5 metrga o'rnatamiz. Beton ishlarni qo'yishimiz uchun, suvga chidamli bo'lish uchun 250 markalik beton qo'yishni tavsiya etiladi. Tanlangan arig'imizning o'q chizig'ini mo'ljallab o'rtasiga o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Biz buni joylarini tayyorlash ishlarini bajarib oldik va sanitariya suv o'lchash qurilmasini tanlangan arig'imizning o'q chizig'iga o'rnatgan holatda beton qo'yish ishlarini bajarishimiz mumkin. Sanitariya suv o'lchash qurilmasini apalovkasini o'rnatish ishlarini boshladik, o'rnatish jarayonlarini. Albatta bu kanalimizning to'g'ri chiziq bo'ylab to'g'ri o'rnatiladi hamda tortib olingan o'q ipiga o'rtasiga o'rnatishimiz kerak. Buning uchun biz albatta suv o'lchash qurilmasini o'rnatgan joyimizni o'q chizigiga moslab o'lchamlarni o'lchab olamiz.
va o'qsizligiga moslab o'rnatib bo'lganimizdan keyin buni urin orqali tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. O'rnatilgan joylarini tekshirib, urin orqali tekshirib oldik. Endi sanitariy suv o'lchash qurilmasining qolipiga suvga chidamli bo'lish uchun 250 markali beton quyish ishlarini bajarishimiz mumkin bo'ladi. Va biz bunga reka qotirib ketishimiz uchun albatta taxta o'rnatishimiz uchun orqasiga tishlash uchun mixlar bilan mustahkamlab va qolipimizni ichiga o'rnatib ketdik. Bu qolipimizni olganimizdan keyin suv sathini ko'rsatib turuvchi sanoq rekasini o'rnatishimiz uchun kerak bo'ladi. Suv o'lchash qurilmamizning qolipi o'rnatilgan holatda beton quyish ishlarini bajarishimiz mumkin. Qorishmani har bir burchakka kirishini jarayonini ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Sanitariy suv o'lchash qurilmasini arig'imizga qolipini o'rnatib oldik va beton quyish ishlarini quyib, qolipning ichini beton qoplama bilan to'ldirdik. Endi biz qolipimiz yechamizda hamda arig'imizning yon qirralari shibbalanib tekislangan, tubiga toshlarimiz terilib, yon qirralariga taxtadan apolovkalarni qo'yib, beton quyish ishlarini boshlaymiz. Qirralariga o'rnatayotgan apolovkamiz, buni ham albatta urin orqali tekshirib olamiz. Vertikalni, gorizontalni to'g'ri o'rnatayotganini ko'rib va bosh qismini ruletka yordamida o'lchab, boshdan oxirigacha o'lchamlarni aniq olishimiz kerak bo'ladi. Bo'ldi. Noni siltamiz. Ichkarigami, tashqari? Tashqariga. Bo'ldi. Bo'ldi. Endi Bo'ldi. Arig'imizga, yon devorlariga apolovkasini o'rnatib oldik. Apolovkamiz o'lchamlarini o'lchab, boshini hamda oxirgi qismlarini o'lchab, bir xillikka olib keldik. Demak, apolovkamiz tikka o'rnatildi. Tekshiruvlardan o'tkazib, arig'imizga apolovkamizni moslab, beton quyish jarayonlariga tayyor qilib oldik. Beton aralashmamizni yon devorlariga beton quyish ishlarini bajarishimiz mumkin. Yaxshilab tishlab beton qorishmamiz. Arig'imizga yon devorlariga apolovkalarni tikib, beton quyish ishlarini bajarib bo'ldik. Chiqish qismining eni 40 sm bo'lganligi uchun bo'sag'a balandligi 28 sm ni tashkil qiladi. Bo'sag'a balandliklarini ham quyib bo'ldik. Endi yon devorlarni apolovkalarni olib, arig'imizning tubiga tosh to'shalib, zichlangan holatda tubiga beton quyish ishlarini boshlaymiz. Yon devorlarning balandligi 70 sm ni tashkil qildi. Kirish qismining enining o'lchami 90 sm ni tashkil qildi. Yon devorlarini quyib bo'ldik. Arig'imizning tubiga beton quyish ishlarini bajaramiz. Betonimizning qalinligi 10 sm ni tashkil qiladi. Taglariga toshlar terib, shibbalab, yaxshilab qotirib olganmiz. Shu o'lchamlar bo'yicha beton quyish ishlarini boshlaymiz. Tubiga beton quyish ishlarini boshlab, atmetka otganmiz va atmetka bo'ylab bir tekisda qilib beton quyish ishlarini davom ettiramiz. Tanlagan arig'imizning nishobliklari yaxshi. Yon devorlarning beton mustahkam qilib quyildi. Tubini 10 sm qalinlikda beton quyish ishlarini bajarib tugatdik. Qurigandan keyin suvning sathini ko'rsatuvchi sanoq rekalarni o'rnatib, pardoz ishlarini bajarib, iste'molchilarga o'tayotgan suv sarfini hisoblashimiz mumkin. Hurmatli tinglovchilar, arig'imizga sanitariy chiqish qismining o'lchami 40 sm lik bo'lgan suv o'lchash qurilmasini qurish ishlarini yakunladik. Pardoz ishlarini ham yakunlab, kraskalab, suv sathini ko'rsatuvchi rekalarni ham o'rnatdik. Endi biz buni iste'molchilarga o'tayotgan suv sarfini o'lchashimiz mumkin bo'ladi. Suvimizni ochib, ishlash jarayonini reka ko'rsatkichi orqali suv sathini ko'rib, koordinata jadvaliga bog'lab, ishlash jarayonini bir sinovdan o'tkazamiz. Suvni ham ochdik, mana suvimizni ochgan holatda orqada shovoq hosil qildi. Endi reka ko'rsatkichi orqali suv sarflarini aniqlab,
iste'molchilarga yetkazib berayotgan suv sarfini hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Rike ko'rsatkichi orqali suv sathini ko'rib, koordinata jadvali orqali suvimizni hisob qilishimiz mumkin. Hurmatli tinglovchilar, sanitariya suv o'lchash qurilmasini qurish jarayonlarini tugatdik. Ma'lumotlar to'g'risida savollaringiz bo'lsa, ekranlarda telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.